Salom do'stlar, 2026-yilda Jahon chempionati Kanada va Amerika Meksikada bo'lib o'tadi. Bu fakt. Va siz kelasi yil Jahon chempionatiga O'zbekistonning o'yinini bahona qilib yoki futbol ko'rishga realni bora olasizmi? Ya'ni siz Kanada yoki Amerikani vizasini olishingiz mumkinmi? Va bu qaysi etaplardan boshlanadi? Bu ma'lumotlarni hali hech kim YouTube'da aytmagan va birinchilardan bo'lib videoni ko'rishingiz kerak bo'ladi. Kelasi yil Amerika yoki Kanadaga ketish uchun zo'r strategiya tuzib beraman va videoni oxirigacha ko'rsangiz juda ham zo'r sovg'a bor. Sovg'ani tekinga, bepulga qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Va bu video 5-iyunda olinyapti, ya'ni bugun kechki payt Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekiston o'rtasida o'yin bo'ladi. Agar O'zbekiston durang o'ynasa ham, muhim yutqizmasa Jahon chempionati hal bo'ladi. Sizni taxminiy hisobingiz qanday? Bu hisobni o'zingizni taxminiy hisobingizni albatta kommentariyaga yozib keting. Mobodo sizni taxminingiz to'g'ri chiqadigan bo'lsa, tekinga Telegram vakansiya kanaliga qo'shib qo'yaman va tekinga ingliz tilida yoki nemis yoki rus tilida CV bilan cover letterni sizga o'zim tayyorlab beraman ingliz tilida. Va yana bitta muhim narsa, bundan oldingi videoda aytgandim, bir ikkita firmalarni dumini bosib qo'yganman, nonni yarimta qilyapman, odamlarga ishga to'g'ri topshirishni o'rgatib YouTube'da degandim. Ya'ni YouTube kanaliga nisbatan kiber attack bo'lishi mumkin, ya'ni kiber hujum bo'lishi mumkin degandim. Va o'sha videoni kommentariyasiga bir kishi 20-30 marta bir xil gapni yozib tashlagan va yarim kecha soat 2:30-3lar atrofida Telegram ishimga o'tib, xuddi o'sha gapni 20-30 marta yozib, yana o'chirib, meni blokka tiqib, yana blokdan chiqarib, yana yozib blok tiqib, xullas shunaqa holatlar ro'y beryapti. Va bu kiber hujumni men o'zimning Telegram kanalimda yoritib boryapman. Har bittasini screenshot qilib, eng alam qilayotgan narsa bu yoqda. Men shuncha mehnat qilyapman va YouTube'dagi statistikani ko'rsam, 72.5% kishi menga obuna bo'lmasdan videoni ko'ryapti ekan va bu juda ham nohaqlik siz tomoningizdan. O'shaning uchun shunchaki YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'ying va bittagina like ga arza kerak. Shuncha mehnat va shuncha harakat. Demak, Kanada yoki Amerikaga borish uchun juda ham zo'r reja bo'lish kerak. Hozir mana shu rejani qadam-qadam o'rgataman. Demak, birinchi qadam yaxshi rejalashtirilgan sayohat maqsadini ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi o'rinda o'yindan oldin chiptaga ega bo'lishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni chiptani konsolga ko'rsatsangiz, bu juda ham katta ustunlik beradi. Demak, keyingi qadam bu sayohat rejasi. Eng muhim narsa, qaysi shaharga borasiz, necha kun bo'lasiz, nechta o'yinga kirasiz. Bular haqida aniq reja tayyorlang. Demak, ikkinchisi kuchli rishtalarni ko'rsatish. Ya'ni O'zbekistonga qaytib kelishingizni ishonchli sabablarni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bular nimalardan iborat? Ya'ni rasmiy ish joyingiz borligini ko'rsatishingiz kerak bo'ladi hujjatda. Ya'ni ish beruvchingizdan, ya'ni boshlig'ingizdan siz mehnat shartnomasini va HR dan tavsiyanoma olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda eng muhim narsa bor. Agar siz oila qurgan bo'lsangiz, oilangiz O'zbekistonda qoladigan bo'lsa, bu qaytishingizga juda ham jiddiy katta sabab bo'ladi. Ya'ni mana shu ma'lumotlarni ham ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Demak, keyingisi bu moliyaviy barqarorlik. Bankdagi hisob varog'i, ya'ni 3 oydan 6 oygacha qancha kirim-chiqim bo'lganligini siz ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Va boshqa aktivlaringiz, mol-mulk, mashinangiz bormi? Ya'ni o'zingiz nomingizda nima bo'lsa, hammasini ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Demak, 3-qadam to'g'ri va ishonchli hujjatlarni tayyorlang. DS 160 formasini to'g'rilicha nohaq narsa kiritmang, soxta narsa kiritmang. Bu отказ olishingizga juda katta sabab bo'ladi. Keyingisi bu rasmiy rasm. AQSh vizasi uchun belgilangan format. Viza uchun to'lov $185 atrofida, mana shu 2026-yilda, mana shu yoz oylarida shunaqa narxda. Balkim o'zgarishi mumkin qachondir. Ya'ni mana shu summani to'lab, kvitansiyani saqlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. 4-qadam suhbatda o'zingizni ishonchli dadil ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni elchi tomonidan beriladigan savollarga rost, aniq, qisqa, lo'nda qilib javob berishingiz kerak. Hech qachon Amerikada qolib ketaman deb gapirmang. Agar qolib ketaman deydigan bo'lsa, sirazi peshanangizga отказ bosib beradi. Bu degan 100% отказ olasiz. Eng muhim narsa o'sha biletini olib qo'ygan o'yiningiz haqida ko'p narsa o'rganing. Masalan, O'zbekiston qaysi guruhga tushsa, raqiblari kim bo'ladigan bo'lsa, masalan, mashhur futbolchi bo'lsa, o'sha futbolchini men hayotda ko'rmoqchiman. O'sha futbolchini ko'rib men katta bo'lganman yoki u meni juda katta kumirim deb shunga o'xshaydigan ma'lumotlarni aytishingiz kerak bo'ladi. 5-eng muhim narsa bu
qo'shimcha tavsiyalar imkon qadar mana hozirdan boshlab oddiyroq bo'lsa ham davlatlarga sayohat qilishni boshlang. Turkiya bo'ladimi, Janubiy Koreya bo'ladimi, Birlashgan Arab Amirliklari bo'ladimi, Qatar bo'ladimi? Ya'ni o'zingizni sayohatchi sifatida ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Bu vizaviy istoriya deyiladi. Ya'ni viza tarixi. Ya'ni pustoy pasport bilan borsangiz, отказ ko'payib ketadi. Men aytdi deysizlar, kelasi yildan boshlab hamma Instagramga reklama o'qishni boshlaydi. Siz Amerikaga bora olasiz, firmalar, siz Kanadaga bora olasiz, jahon chempionatini bahona qilib, lekin ko'pchilik отказ oladi. Siz отказ olmasligingiz uchun mana shu berayotgan ma'lumotlarimni amalda qo'llashingiz kerak. Ya'ni sayohatni kamida vizaga kirishdan oldin 3 oy, 6 oy atrofida sayohat qilishni boshlang, kamida yoki hozirdan boshlashingiz mumkin. Agar siz talaba bo'lsangiz yoki rasmiy ish joyingiz bo'lmasa, sizga sponsor kerak bo'ladi. Ya'ni siz shunchaki elchixonaga borib turib, qayerdan olding sen pulni? Biletga pulni qayerdan olding? Amerikaga borish uchun pulni qayerdan olding degan savollar bo'lishi mumkin. O'shani hisobiga siz agar talaba bo'lsangiz, ishingiz bo'lmasa, ota-onangiz yoki o'ta yaqin qarindoshlaringizdan sponsor letter yozdira olishingiz kerak bo'ladi. Mana shu 5 ta sabab Kanadaga ham, Amerikaga ham viza olishingizga juda ham katta plyus bo'ladi. Bilaman, esingizda qolmadi bu ma'lumotlar. Mana shu 5 ta ma'lumotni bitta kitobcha shaklga keltirib, Telegram kanalimga tashab qo'ydim. Bemalol siz Telegram kanalimga o'tib, mana shu videoni kommentariyasida bor Telegram kanalimning linki. Mana shu kitobchani yuklab olib, vizaga harakatni boshlasangiz bo'ladi. Kanada yoki Amerikaga bormoqchi bo'lgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Bu eng oson yo'llardan biri. Bilmadim O'zbekiston yana qachon jahon chempionatiga chiqadi. O'zi chiqdimi, chiqmadimi? Kommentariy yozib ketinglar. Hali o'yindan oldin bu videoni olyapman-da. Hammaga rahmat.